burun yemas har to'dada. Odam yemoqda Qur'ona. Burun yemas har to'dada. Odam yemoqda Qur'ona. İnsanımız inson bo'laveraylik jo'ra. Biz birovga hasad qilganimiz yo'q. Yashayapmiz shukr olganimiz yo'q. Har erkakning bordur tillo davri. Bu so'zida turgan yıkıldı. 3 ta ot yıkılıp o'tiribdi. Polvon yıkılıp o'tiribdi. Subhanalloh, qanaqa odamsizlar sizlar? O'sha polvonning o'rnida o'g'ling yiqilgan bo'lsa nima qilarding? O'g'ling yiqilib tagida yotgan bo'lsa, o'tgan safar xuddi shunday yiqildi, to'xtamadilaring. Tosh suyagi 3 ta joydan silib ketdi polvonni. Rahmat shu Alisher polvonlarga, Alisherboy Bayvonov onasiga borib shuni operatsiyasini qildirib 10 ming dollar pul yordam qildi shunga. Endi o'zlaring o'ylanglar, farzandlaringni tosh suyagi 3 ga silib ketishga rozimisizlar? Yo'q bo'lgandan keyin hammaga baravar bo'linglar-da. Ot yiqilyapti. Bu jonivorni necha oylab boqasizlar? Necha oy parvarish qilasizlar? Bir yuganni tot, aziz uka. Yo'q, Misha, eshitding. Eshitding Misha polvon, bir gap quloq soling Misha. Misha polvon eshitding. Chopmang. Ot yiqilgan desak hech kim chopgani yo'q. Sizlar qayerda Muhammad Altakani ko'tarib berdi. Ko'rdik turun, damanasan, hojakim ko'rib qaror chiqaryapti.